Ushbu video orqali sizlarga nazoratli kurslarga qo'shilgandan so'ng Telegramdagi yopiq guruhlarga va yopiq kanalga qo'shilish uchun qanday qilib link olish mumkinligini tushuntirib o'taman. Demak, kurslar bo'limiga o'taman va men intensiv sertifikat kursini xarid qilganman va bu yerda davom etish tugmasini bosib, ushbu kursning oynasiga kiraman. Va bu yerda havola olish tugmasi bor. Ya'ni havola olish tugmasini bosadigan bo'lsam, menda Telegramga xabar yuborildi. Shu yerga kiring va yopiq guruhga qo'shiling deyilmoqda. Men ushbu ilovadan chiqaman va Telegram botga o'taman. Telegram botda menga intensiv birinchi guruhga qo'shilish uchun havola yuborildi. Demak, ushbu havola orqali men birinchi guruhga qo'shilib olaman va darslar boshlanishini kutaman. Va bu yerda sizdan aytayaptiki, ya'ni siz guruhga qo'shilish uchun so'rov yubordingiz, so'rovingiz bir necha 10 soniya ichida tasdiqlanadi. Mana so'rovim tasdiqlandi. Men ushbu guruhga, ya'ni yopiq guruhga qo'shildim. Va bu yerda yuqorida yana bitta yopiq havola berilgan. Ya'ni men ushbu kursni xarid qilganimda ushbu yopiq guruhga mana shu havola orqali ham qo'shilishi mumkin bo'ladi. Agarda ushbu guruhdan bilmasdan siz chiqib ketadigan bo'lsangiz, endi ba'zan shunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham yana kurslar bo'limiga o'tasiz va davom etish tugmasini bosib, bu yerda havola olish tugmasi bor. Shu orqali yana qayta guruhga qo'shilish uchun havola olishingiz mumkin bo'ladi. Profilim bo'limida esa, demak, siz qaysi kurslarga qo'shilganligingiz ko'rinib turadi. Masalan, men intensiv sertifikat kursiga qo'shilganman. Qancha vaqt davomida foydalanish mumkinligi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Mana shu yerdan ham ushbu demak guruhga, ya'ni ushbu kursga qo'shilishim mumkin va darslarni ko'rishim mumkin bo'ladi.